Sevuz hammaga. Oxirgi videolarimdan so'ng juda ko'p savollar kelibdi. Shifokorlar, ya'ni bu shifokorlar Germaniyaga qanaqa yo'l bilan kelgan degan. Shuning uchun bugundan boshlab har bir shifokordan kichik intervyular orqali qanaqa yo'l bilan Germaniyaga kelganligini so'rab olamiz. Va birinchi navbatda kimdan boshlaymiz? Albatta, Farruh Abdullayevdan. Farruh aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Videolarimizni ko'ruvchi obunachilarimiz uchun kichik qisqagina ma'lumot berib ketsangiz, qanaqa qilib Germaniyaga nechinchi yil kelgansiz, qachon o'z shifokorlik faoliyatingizni boshladingiz va rezidentura qachon tugadi? To'g'ri. 2016-yilda FSYOT orqali kelganmiz. Orada qisqa vaqt pauza qilganmiz. Ausbildung qilib yurganmiz. Undan keyin imtihonlar topshirib 2019-yildan boshlab rezidenturaga kirganmiz. Inshaalloh, xudo xolisa noyabrda tugadi aytib bildingiz. Imtihon kutyapmiz endi. Katta rahmat, sizni bo'lajak imtihoningizda omad tilab qolamiz. Imonim komilki, siz juda ham yetuk shifokor bo'lib chiqasiz. Katta rahmat. Rahmat. Azizlar, keyingi videolarni kutib qolinglar va o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.